radian bilan gradusni bir-biriga bog'lab olamiz. 30 gradus desa bilasizlar, nimaligini? 30 gradus, 40 gradus nimaligini bilasizlar. Bugun radian degan o'lchov birligi bor, u bilan ishlaymiz. Bu nima bu? Aylana. Voy, aylana bilyapsizmi? Aylanada markaz deyiladi. Shundan bundoq chiqarsak nima endi ismi? Radius. Sizlar trigonometriya. Bu yog'ichi bu ham radius bo'laveradi. Qaranglar. Men ikkita radius chiqarsam, yoy ajratadi radiuslarimiz. Agarda mana shu yoyning uzunligi bo'ladi endi. Kesib bunday o'lchab ko'rish mumkin-ku. Agar o'sha yoyning uzunligi ham radiusga teng bo'lsa, mana bu joydagi burchak 1 radian deydi. Nima ekan? 1 radian. Qanday aniqlabdi? Aylana chizib olibdi. Ikkita radius chiqaribdi. Haligi yoyning uzunligi ham radiusga teng bo'lsa, mana shu radiusiga 5 bo'lsa 5, 7 bo'lsa 7. O'shanda orasidagi burchakcha 1 radian deyiladi. Kelishdikmi? Aylana uzunligi formulasi bor. 3-sinfda aytishadi menimcha yoki 4-sinfda. 2πr degan formula bor. Bormi? Aylana uzunligi formulasi. Isbotlab beraman, o'zi shart emas. Endi ko'ringlar demoqchiman. 2πr, ya'ni butun bir aylana uzunligi mana bu radiusdan qancha katta ekan? 2π marta katta ekan. Endi butun aylanani burchagi necha gradus bo'ladi o'zi? Bitta aylana olsangiz 360 bo'ladi. 360imiz mana 1 radiandan qancha katta bo'ladi? 2π katta bo'ladi. Mana bundan 2 marta katta aylana uzunligi, demak burchagi ham 2π marta katta bo'ladi. Ya'ni 2π ni 1 radianga ko'paytirsam 2π radian paydo bo'ladi. Bu necha gradusga to'g'ri kelar ekan? Butun aylanani burchagi, ya'ni 360 gradusga to'g'ri keladi. Shunda 2 ga bo'lib yuborsam, π radian necha gradus ekan? 180 gradus ekan. Endi π ni taniysam, taxriban 3.14 ga teng. Kecha yaqinda bayram qildik. 3-oy 14-sana. Butun matematiklar bayramni qildi. Xalqaro matematiklar. O'sha π ni aniqlashganda 3.14, 3-oy 14-sana, ya'ni 14-mart. Xullas buni Pifagor aniqlagan deyishadi. Pifagor soni deydi. Juda ko'pchilik olimlar o'rnagan. Taxribiy qiymati 3.14 ga teng. Endi π ga bo'lib yuborsam, 1 radian kelib chiqadi. 180 gradus taqsim nima chiqar ekan? Π chiqar ekan. Bu 1 radianni aniq qiymati. Nechaga teng ekan 1 radian? 180 taqsim. Tamam. Aniq qiymati shu. Endi 1 radianni taxribiy qiymati kalkulyatorlaringiz bormi? Bunga yordam berishingiz kerak. Taxriban 57. Desam bo'laveradimi? 57 gradus. 1 radian taxriban nechaga teng ekan? Bu taxriban aniq qiymatichi mana bu. Kelishdikmi? Mana 1 radianni kirib oldik. Qanday kirar ekan? Aylana ikkita radius, mana bu radiusga teng bo'lsa bo'ldi. Isbot shart emas, sizlarga mana bu narsani bilsangiz bo'ldi. Okey, endi qiladigan ishimiz radian berilsa gradusga o'tishimiz kerak. Qanaqa qilib o'tamiz? O'zi odatda biz gradus bilan ishlaymizda, uni yaxshi tushunamiz. Radian berilib qolsa, gradusga to'g'ri ishlaysiz kerak. Uning uchun formula bor. A radian deb yozaylik. A radian teng bo'ladi A ko'paytirilgan 180 taqsim π ga. A radiandan gradusga o'tish uchun 180 ga ko'paytirib π ga bo'lib qo'yamiz. Kelishdikmi? Misol uchun 2 radian nimaga teng? 2 kara 180 taqsim π mi? Bu degan 360 taqsim π. Bu aniq qiymat. Taxriban nechaga teng? 1 radian 57 bo'lsa, 2 radian necha bo'ladi taxriban? 20. Ko'paytirish nima ekan bu? 2 ga ko'paytirsa shunday bo'ladi shekilli. Bu taxribiy qiymati. Endi agarda radianimiz π ga bog'liq bo'lib turadigan bo'lsa, 5π taqsim 3 ko'rinishda kelsa. Mana shundan gradusga o'tkazayotganda biz π ni o'rniga 180 gradus qo'yishimiz mumkin. Faqatgina radiandan gradusga o'tganda. Qolgan holatda mumkin emas. π o'zi 3.14 ga teng. Faqatgina radiandan gradusga o'tayotganda o'rniga 180 qo'yish mumkin. Chunki mana bu yerda aytdik, π radian nimaga teng dedik? 180 gradusga teng. Oson bo'lib qoladi. Bu bilan ketdi. Necha? 5 kara 6. 300. To'g'rimi? 2π taqsim 5 bo'lsa-chi? Nima qilar ekanman? 2 kara 180 taqsim 5. To'g'rimi? 180 bilan ketsa 30 6 72 72 gradus. O'rgandingizlar. Xullas, radiandan gradusga o'tkazish. Oddiy son kelsa, uni shunchaki 360
O'sha 180 ko'payib pi ga bo'lamiz. Agarda pi ni 2 kelib qolsa, olmadimiz kelibdi, o'rniga 180 qo'yamiz. Endi gradusdan radianga o'tish. Odatda unaqa qilinmaydi. Endi savolda shunaqa qilib ber desa, majbursizlar. Gradusdan radianga o'tkazish uchun, mana alfa gradusdan radianga o'tkazishimiz uchun alfa gradusni endi teskari qilamiz. Pi ga ko'paytirib nechaga bo'lamiz? 180 ga bo'lamiz. Kelishdikmi? Misol uchun 100 gradus necha radian? 100 ko'paytirilgan pi taqsim 180. 20 ga bo'lib o'rsak, qisqaradi. 5 pi taqsim 9, to'g'rimi? Endi 60 graduschi. 60 ko'paytirilgan pi taqsim 180. Nechi? Pi taqsim 3. O'rganyapsizlar? 90 graduschi bizga kerak mana shular. 90 ga pi ni ko'paytirib 180 ga bo'lib, pi taqsim 2 deymiz. Tamam. Mana biz burchakni kiritdik. Biz mana shu burchaklarni ishlaymiz. Kelishdikmi? Radian nimaligini o'rgandingizlar? U qatdan kelganini va radiandan gradusga, gradusdan radianga. Bu birinchi ishimiz. Ikkinchi ishimiz buramiz. Burish. Hayotimizni boshdan o'rganamiz. Mana u nima edi? Koordinatalar sxemasi, to'g'rimi? Bit olgan edi-da. Qo'yibdi. Xo'sh, 1 2 3 4 5. Qaranglar. Mana shu nuqtaning koordinatasi kerak menga. Mana bu nuqtaning koordinatasi. Aytib beringizlarchi, qaysi nuqta mana shu? A nuqta desak, nima bo'ladi? 2 0. Hamma rozimi? X o'quvchi 2, Y o'quvchi yurganim yo'q, chunki 2 0 dedim. Men shu nuqtani koordinata boshiga nisbatan. Koordinata boshi degani qaysi? 0 nuqta. 90 gradusga burmoqchiman. 90 gradusga burmoqchiman. Nima bo'ladi? Qarang. Bunday turgan nuqtamiz bunday tepaga ko'tariladi, to'g'rimi? 90 gradusga bur desa, soat strelkasiga qarshi burasizlar, maylimi? Musbat burchakka burish shunaqa kelishadi. Soat strelkasi qayoqqa qarab yuradi? Yo'q qarab yuradi. Biz uni 200 ga buramiz. Mana 90 gradusga bursak, shu keladimi? Bu qaysi nuqtaga ko'chadi? 0 2. Uzunlik o'zgarmaydi chunki. A shtrixga ko'chadi 0 2 deydi. Endi men bu yerdan bitta nuqta olsam, yana bitta, mana bu B nuqta desam. Qaysi nuqta edi bu? Mana bu. To'g'ri 0. Endi men o'sha B to'g'ri 0 nuqtani 180 gradusga burmoqchiman. Qayerga boradi? -4. Bitta keldi 90, yana bitta kelsam -180 bo'ladi. Demak, -4 0 bo'ladi. Tushundingizmi? Tanishtiraman. Ana. Jonajon birga. Jonajonni o'zim qo'shganman. Ustozimni olganman. Ana u birga yana. Mana shu narsani tushunsangiz, demak trigonometriyani tushunsangiz bo'ladi. Buni tushunmasdan iloji yo'q. Ketdi. Birlik nima degani? Aylanani radiusi 1 ga teng degani. Tushundingizmi? Birlik nima degani? Mana kontrol o'ynaganmisizlar? Pritsiyada borib, yaqinlashtirib olgan xullas. Mana bu 1 -1 1 -1 bo'ladi. Ya'ni radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana birlik aylana deydi. Kelishdikmi? Nima ekan? Radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana birlik aylana deydi. Endi bunga ikkita gap aytamiz. Mana bu nuqtaning ismi bu. Qaysi nuqta bu o'zi? Koordinatasi 1 oddiy. 1 nuqtani trigonometriyada boshlang'ich nuqta deymiz. Nima ekan? Boshlang'ich nuqta ekan. Kelishdikmi? Boshlang'ich nuqta. Mana bu joyi koordinata boshlanib o'zgarmagan. O'sha boshlang'ich nuqtani 50 gradusga ursak qayerga boradi? Mana shuni 50 gradusga ursak taqriban mana shu yerga boradimi? Ha? Taqriban mana shu yerga boradi. O'sha nuqtaning koordinatasi bor, to'g'rimi? Qaniydir x va y, to'g'rimi? Mana x y. Mana bu radius deylik, bunda radius bo'lib tursin. Radius bo'lib tursin. Mana o'sha no burdim, o'sha yoqqa bordi. O'sha yoqqacha keldi. 50 gradusga burdi. Mana bu 50 gradus shunda. Tushundingizmi? 50 gradus degan shu. Endi menga mana shu nuqtani qiymatlari kerak. X bilan y ning qiymati kerak. Aniq qiymat kerak. Nechi? Bilmaymiz-ku. Misol uchun
ilzosida 4 dan nima chiqardi? 2. Ya'ni x kvadrat teng 9 bo'lsa, kimni kvadrati desa ayta olasizlar, ha? Necha? 3 bilan minus 3. X kvadrat teng 11 desamchi ayta olasizlarmi? O'sha ildizni o'zimiz kiritib oluvdikmi? Topolmaganimizdan keyin ildiz qo'yib oluvdik. Bu yoqda ham o'zimizdan yangi gaplar aytamiz. Mana buni x bor-ku, kosinus 50 deydi. Y esa sinus 50. Oddiy. Tushunarlimi? Misol uchun, birinchi nuqtani men bu aniq qiymati. X nimaga tegan demak? Kosinus 50. Y-chi sinus 50. Xuddi mana bu ildiz tomir qilib qo'yamiz-ku. Xuddi shunaqa narsa. Sinus bilan kosinus xuddi shunaqa narsa. Xo'sh, 50 gradusli burchakni x deb kosinus 50 ga aytamiz. 50 gradusli nuqtani y deb nimaga aytamiz? Sinus 50 ga aytamiz. Endi sizlar menga birinchi nuqtani burib beringizlar 60 gradusga. X nima bo'ladi, y nima bo'ladi? X kosinus 60, y-chi sinus 60. Endi zo'r bo'ldi. O'ylab o'tirmaysizlar. Qayerga borardi? Mana buni o'yladik-ku. 90 yurdik, 80 yurdik, nimadir qildik. Bunda aytib o'ylab o'tirmaysizlar. Birinchi nuqtani deydi. 110 gradusga urmoqchiman. Nima deysizlar? Osongina. Kosinus 110. Shunchaki sinus 110. Tamom. O'rgandingizmi? Misol uchun, o'sha birinchi nuqtani minus 830 gradusga urmoqchi bo'lsak, nima deyman? Kosinus minus 830 sinus minus 830. Kelishdikmi? Bo'ldi. Mana shu yerda trigonometriyaga o'sha sinus bilan kosinus kirib ketdi. Endi sinusga, mana shu kosinusga qisqacha ta'rif beramiz. Kosinus nima o'zi desa, kosinus 50 ga ta'rif beraylik. Kosinus 50 gradus degani juda qisqasi, joy darajasi 50 gradusli nuqtaning absissasi. Absissa nima edi? X. O'sha 50 gradusli nuqtaning x tamom. Osonmi? Sinus 50-chi. Sinus 50-chi. 50 gradusli nuqtani ordinatasi. Tamam. Ya'ni y. Bu eng qisqasi. Sizlar kimdir sinus nima o'zi desa shuni aytasizlar. Sinus nima? Endi to'lig'ini yozib beraman. Endi vazifam yozib berish, chunki buni yozib bermasam bo'lmaydi-da. Yozib beraveraymi? Endi qaranglar, sinusning qiymatlari mana shu 1 bilan minus 1 orasida turadi, to'g'rimi? Sinus 50, sinus 60, sinus 70 shu turadi. Sinus 190 ham shu turadi. Yo'qdan keladi. Demak, sinusning qiymatlari qanday o'zgaradi? Sinus alfaning qiymatlari 1 dan osholmaydi, minus 1 dan tushadi. Xullas, minus 1 bilan 1 orasidagi sonchalar. Sinus bu son. Ya'ni nima ekan bu sinus? Yeydigan narsami yo ichadigan o'ylab o'tirmaydi. Shunchaki son qayerdan qayergacha? Minus 1 dan 1 gacha. Minus 1 dan 1 gacha boradigan son. Kosinuschi, kosinus qiymatlari qanday o'zgaradi? Shuni ko'rib turibdik. Minus 1 dan 1 gacha. Xuddi shunaqa. Bular og'ayinida. Endi sinus alfaga to'liq ta'rif beraman. Boshlang'ich nuqtani karyota boshiga nisbatan alfa burchakka burdim. O'shani y ga sinus alfa, x ga kosinus alfa. Shunaqa, mana birligidan tushunib olsangiz bo'ldi, trigonometriyani tushunasizlar. Buni tushunmasangiz lekin foydasi yo'q degan. Endi tangens. Tangens va tangens o'shani. Sinus alfani tushundingizlar. Men aylanadan bitta nuqta oldim. Bundoq bordim. Men buni ordinatasi sinus bo'lar ekan. Deylik, mana bu joyni bu yoq hisoblanadi, beta. Mana bu sinus beta bo'ladi, bu yog'ichi kosinus beta. Xullas, sinus bilan kosinus belgilab olasizlar. Aynan bitta nuqta olib borib olasizlar joyiga qo'yib. Yana bitta ko'rsataman. Bu kerakda menga. Bitta nuqta oldingizlar, keldingizlar. Mana shu nuqtani absissasi kosinus, nima bo'lsa bu alfa bo'lsa alfa, ordinatasichi sinus. Endi tangens qanaqa aniqlanadi? Ko'ramiz. Tangens. Mana nima edi bu? Aylana. Bu birlik edi. Trigonometriyada faqat birlik aylanani bilishimiz. O'sha birlik aylanaga
va urinma o'tkazamiz. Urinma bo'ladi. Ya'ni o'zi tangent degani inglizchada urinma degan. Shuning uchun tangens o'zi urinma. Okay? Mana shu yerdan bitta urinib o'tib ketadi. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi mana bu joy deylik necha gradus taxriban? Taxriban aytib bersangiz. 95? 45. 45. Yo'q, yarmi yo'lib qo'ygan. Mana 90. Mana bu necha gradus taxriban bilishlaysiz kerak. Taxriban 30. 30 gradus. 30 gradus bo'lsa, pasti kosinus 30 bo'ladi, to'g'rimi? Bu yog'icha 60. sinus 30 bo'ladi. 60. 90 ni yarmi bo'lmaydimi? Yo'q, men bunga qarab aytasiz. 30 ni bu yog'i sinus 30, bu yog'i kosinus 30 bo'ladi. Endi men lineykani qani endi? Lineykasi deb turing. Mana shu nuqta bilan kareta boshini tashtiraman-ku. Bitta to'g'ri chiziq paydo bo'ladimi? Nima qilaman? Mana. Shu davom ettiraversam, mana bu o'q bilan kesishdimi? Kesishdimi? Ana shu joy tangens 30 deyiladi. Mana shu joy tangens 30. Tushundingizmi? Ana shu yerda tangens 30. Ha? Aylanib chiqib. Aylanadi tashqariga. Endi u qiyin son-ku bu. Bunga nisbatan olaveramizda taxriban nechaga teng? Taxriban. Mana bu jam 1 bo'lsa, taxriban 0,7 ga teng-da. Tangens 30 degani 0,7 ga olyapmiz. Mana shu tangens 30 degani. Katangensni shunga chizib olaman. Katangens degani mana bu qizil chiziq. Buni bilyapsan, kallang ishlayapti jigar. Bu yoqqa qarab urinma bo'ladi. Mana katangens o'qi. Katangens 30 degani mana shunda davom ettiramiz-ku. Bunda kesishadimi? Mana shu katangens 30. Mana shu katangens 30 bo'ladi. Zo'rmi? Qiziqmi? Ha? Birdan keldi, demak. Taqriban yo'q, katangens birdan katta jigar. Mana men birga teng. Bu mana bu yoqda-yu. 1.7 deb turadi. 1.7 da taqriban menimcha. Yoki 1.5 lami? 1.5mi? O'rgandingizmi? Katangens nima, tangens nima? Xullas mana bu yerda tangens alfani sinus alfa taqsim kosinus alfaligini isbotlash mumkin. Mana katangens alfani kosinus alfa taqsim sinus alfaligini isbotlash mumkin. Endi hozir sal kichkina bo'lganingiz uchun isbotga to'xtalmadim. Qolgan hammasini isbotlab kelayman. Lekin mana shu endi o'xshash burchaklardan kelib chiqadi. Endi katangens bilan tangens bir-biriga teskari bo'ladi. Tangens deganimiz 1 taqsim katangens alfa bo'ladi. Kelishdikmi? Katangens alfa. Tamam. Shu joyda katangensni ham, tangensni ham top. Tangens alfa qanday topar ekanmiz? Alfa burchak olar ekanmiz. Kareta boshiga o'tkazar ekanmiz. Va uni davom ettirsak tepada kesishdimi? Mana shu tangens alfa ekan. O'rgandingiz-a? Okey. Ana endi jadvalga yasaymiz. Bu o'sha biz bilgan nima? Hozir o'rgandingizlar, ismi nima dedik? Jonajon birga. Jonajon hurmatli bo'ling. Assalomu alaykum desang, mana shu aytadi hammasini. Birinchi bunga salom beringlar, maylimi? Mana bu minus 1, bu 1, bu minus 1, bu 1. Okey? Endi keyin menga bir nuqtani 90 gradusga burib beringlar-chi. Ikki xil burib beringlar. Xohlasangiz mana bunaqa buraylik, xohlasangiz sinus bilan buraylik. Birinchi sinus bilan buraylik. Bir ulovni 90 ga bursam, kosinus 90 bo'ladi, oson-ku. Sinus 90. Lekin o'zi mantiqan o'ylab qarasak, bir ulovni 90 ga bursak qanaqa ko'chadi? Mana bu yerdan 90 ga bursak, mana bu yergami? 0 1gami? 0 1ga ko'chadi. Shundan xulosa qilish mumkin, kosinus 90 0, sinus 90 1ga teng ekan. Demak, topib oldik biz. Kosinus 90 nechaga teng ekan? 0 ekan, sinus 90-chi? Mana tamom. 1 ekan. Zo'r. 0 da sinus nimaga teng edi? 0. Kosinus-chi 0 da? 1 ga teng edi. 30 bilmaymiz. 90 dachi? Kosinus sinus 90 da. Mana tepada. Sinus nimaga teng? 0. Sinus 1. Kosinus-chi? 0. Mana bu yerda bo'lib qoladi-da. 180 dachi? Sinus Minus 1. Voy. 0 y ku. Kosinus-chi? Minus 1. 270 da sinus minus 1. Kosinus-chi? 0. Yashanglar. O'rtay bilmayman. Xo'sh. Tangens degani nima edi? Sinusni kosinusga
bo'ling deganman. Sinusni kosinusga bo'ling, birodar degan. Mana bo'lsak 0 dan 1 ga. 0 katangiz 1 dan 0 ga bo'lsak-chi? Bo'lmaydi. Error. Shuning uchun bu mavjud emas. Kelishdikmi? Uni ma'nosini qaranglar. 0 gradus degani nima degani? 0 gradus degani mana 0 gradus. Shu bilan kimni tutashtirish kerak? Karta boshini tutashtirish kerak mana. Tutashtirdim. Keyin dash davom ettirsam, katangiz o'q bilan kesishadimi? Qayerda kesishadi? Katangiz o'q, tepada qizil. Qizil bilan qizil kesishadimi? Katangiz bilan. Katangizni qidiryapmiz mana. Katangizni kesishmadimi? Shuning uchun bo'shda turadi. Ma'nosini ham shunday emas. Xo'sh, endi 1 0 ga bo'lsam, voydod 0 dan 1 ga bo'lsam 0. 0 dan -1 ga bo'lsam 0, yo'q. Ovoz bor ekan, yo'q, 0. Qanaqa o'yincha bor, x 0. Shunga chiqib ketadi. O'rtasini to'ldirish kerak. O'rtasini har xil usullari bor, barmoqlar bilan ko'rsatishadi. Keyin mana bunaqa usullari ham bor. Bunda kasachalar chizib olishadi. Ko'rganmisizlar? Hammasini tagiga 2 yozasizlar. Ana. Keyin indiz qo'yib chiqasizlar. Zo'r ekan. Hammasini izboradi. Meni xohlasan. 1 2 3 bo'ladi. 1 yo'q, teskarisi bo'ladi kosinusda. 3 2 bo'l. Zo'r ekan. Faqat men bu birdan hurmat ehtirom bilan qo'ysak bo'ladi. Ha? Birdan bir chiqib ketadi, bor qolgan turadi. Zo'rmikan jadval tayyor. Kosinus sinusda 1 dan 3 gacha, kosinusda 3 dan 1 gacha. Xayolda ushlasangiz bo'ladi. Endi sinusni kosinusga bo'laman. Haligacha shunaqa qilaman. Yodlamaganman-da. Haligacha buni bunga bo'laman. Bunga buni bo'lsam 1 taqsim 3. Katangiz shuni teskarisi. Hay, buni teskarib qo'ysak 3 bo'ladi. Buni bunga bo'lsam 1, teskarisi 1. Buni bunga bo'lsam 3, bo'lish bilan tanishmi? Bo'lib kerak bu masala. Kecha bilmaydigan o'xshaydi. 3. Birinchi kasr indamay turadi, ikkinchisi teskari bo'ladi. Bunisi 1 taqsim 3. Buni o'zlaricha 3 taqsim 3 deyishadi, aldanib qolmaylar. Berasangiz qara. No, odatda bu ko'p ishlatilmaydi, men bu ko'p beradi. Ma'lummi? Men bu berib qolsa qani katangizni bermaydi. Bu jadvalni ham o'rgandik. Keyingi darsgacha hamma yodlab beradi. Bilaman, hozir oson ko'rinyapti, ertaga ko'ramiz. Sizga qarang. Okey, endi ishoralari kerak menga. Ishoralari. Qaranglar. Mana bu nechta chorak? 1 bucha, 2 bucha, 3 bucha. To'rt qanday yoziladi? Bundoq. 4. Ha, bu esa musbat, manfiy, musbat. Shunaqa hammasi. Sinus haqida gaplashaylik. Sinus degan mana aylanib chizib olaman. Sinus o'q qaysi o'q? Mana bu. Mana shu o'q sinus o'q. Uni ishoralari 0 dan 0 degani tepada plus, pastdachi minus. Demak, birinchi bilan ikkinchi o'rinda plus, 3 bilan 4 da minus. Sinusning shu. Tushundingizmi? Qizil chiziq. Kosinuschi. Bunaqasi. Bunisini qizil qilaylik. Mana bu. Xo'sh, endi qaysida plus bo'layapti kosinus? 1 da plus, 2 da manfiy, chunki o'ng taraf musbat, chap taraf manfiy-da. Mana shundaymi? Okey. Tangenschi. Tangens degan sinus kosinusga bo'ldi degan. Plus, minus, plus, minus. Bo'ldi. Katangenschi? Hammasi plus. Bir xil yo'lda. Bir xil. Minus, minus, plus, minus degan. Bu ishoralar. Misol uchun savol aytadi, nima kerak? Deyapsan, Abdulaziz. Sinus gorizontalning ishorasi kerak menga. Musbat manfiy. Endi taqriban qayerda joylashib bilish kerak. Sinus yana gorizontal bo'lsa, mana bu yoqda qidirib yurmaydi. Musbat. Mana bu yerdan boshlaydi. Mana bu yoqqa o'tadimi? Musbat. Buni sinusi musbat. Okey? Kosinus gorizontalchi. Manfiy. Kosinus gorizontal olamiz birinchi. Mana bu yerda gorizontal. Uni kosinusi mana manfiy ekan. Kelishiga bu ishoralar bilan ishladik. Va so'nggi aytadigan gapim, hech tugamadi shu gapim. Qayerda aytsam ekan. O'chiray ozgina joyini, devomli qazilmasa o'chiradi. Oldingizga uni sinus ichida minus ko'rib qolsa, bu tog' funksiya. Tog' funksiya nima qilardi? Bunaqasi. Ishorasi. Ha, o'zgaradi. Minus tashlab chiqib ketadi. Sinus alfa bo'ladi. Mana kosinus yaramas ochoqfat bu. Yeb qo'yadi.
Bu jup funksiya. Tangens bilan kotangens ham toq funksiya. Ular minusni tashqariga chiqarib qo'yadi. Mana kotangens minus alfa bu minus kotangens alfani beradi. Endi sinus minus 480 gradus kerak menga. Qanday topadi? Chiqasin. Birinchi minus chiqaraman, to'g'rimi? Birinchi minus chiqaraman. Minus menga bugun kerak emas edi bu. Mana almashtiraman. 60 gradus deylik. Minus 60. Sinus 60 mi? Sinus 60 nimaga teng? Jadval. Jadval. Va mana demak minus minus 82 ga teng. Mana bitta misol chizaman. Kosinus minus 90 plus ikkita sinus minus 30 plus minus ilzostuj tangens 60 nimaga teng? Ajigar, shunaqa qilib birinchi mavzuni o'rganib oldingiz. Trigonometriyani birinchi kirish qismiga kirib oldik. Qolgan mavzularni ham shunaqa zo'r o'rganish uchun kommentariya, like va do'stlarga yuborishni unutmang. Va esdan chiqarmangki, matematikani qiyin mavzularni mana shunaqa sodda tilda o'rganishni xohlasangiz, bizni offline va onlayn kurslarimizga yozilishingiz kerak. Uning uchun nomerlar qoldiraman, bog'lanib, o'z joyingizni band qiling. Offline kurslarimiz eslataman, Toshkent shahrida bo'lib o'tadi.